Bugun men siz bilan juda muhim masalani aniq raqamlar bilan hisoblab chiqaman. To'lovlar reallikda qanchaga o'xshadi? Bu mavzu faqat iqtisodchilar yoki buxgalterlar uchun emas, har bir oila, har bir xonadon, har bir tadbirkor uchun bevosita ahamiyatli. Chunki tarif oshsa, bu faqat bitta kvitansiyada ko'rinmaydi. U oziq-ovqat narxiga, xizmatlar narxiga, ijara narxiga, hatto bolalarning oylik xarajatigacha ta'sir qiladi. Men bugun guruh gapirmayman. Oshadi degan umumiy jumla bilan cheklanmayman. Real misollar bilan oddiy xonadon ko'p iste'mol qiladigan oila, kichik do'kon, ijarada yashaydigan talaba va pensiya oluvchi inson misolida hisob-kitob qilib ko'rsataman. Shu video sizga juda kerak bo'ladi. Chunki ko'pchilik aynan mana shu joyda adashadi, foizni eshitadi. Lekin oy oxirida cho'ntagidan qancha ko'proq pul chiqishini oldindan bilmaydi. Agar siz oilaviy byudjetni nazorat qilishni, kommunal to'lovlar, xizmat haqlari yoki boshqa majburiy xarajatlar oshganda tayyor turishni xohlasangiz, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Men bu kanalda murakkab moliyaviy masalalarni oddiy tilda tushuntiraman. Avval muammoning ildizini tushunib olaylik. Odamlar ko'pincha to'lov oshdi deganda faqat bitta narx o'zgardi deb o'ylaydi. Masalan, elektr energiyasi tarifi oshdi, gaz narxi oshdi, suv yoki chiqindi to'lovi qimmatlashdi. Lekin reallikda masala bundan kengroq. Har bir to'lovning o'rta iste'mol hajmi, tarif, qo'shimcha yig'imlar, penya hisoblagich bor yo'qligi, imtiyoz, qarzdorlik va mavsumiy iste'mol degan omillar turadi. Oldin ko'plab oilalar kommunal to'lovlarni taxminan rejalashtirar edi. Masalan, biz har oy elektrga 1000, gazga 1000, suvga 1000 to'laymiz deb o'ylashardi. Lekin tarif o'zgargandan keyin bu eski taxminlar ishlamay qoladi. Chunki birinchi oyda odam odatdagi iste'molini davom ettiradi. Lekin kvitansiya kelganda farqni ko'rib hayron bo'ladi. Ayniqsa konditsioner, elektr plita, suv isitgich, isitish moslamasi, nasos muzlatgich, kir yuvish mashinasi ko'p ishlatiladigan uyda oshish sezilarli bo'ladi. Endi nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, to'lovlar ko'p hollarda faqat nominal tarif bo'yicha emas, balki iste'mol darajasiga qarab seziladi. Oddiy qilib aytsam, bir xil foiz oshish ham hamma uchun bir xil natija bermaydi. Kam ishlatgan odam kamroq qo'shimcha to'laydi. Ko'p ishlatgan odam esa juda katta farqni sezadi. Masalan, elektr tarifi 3 foiz oshdi deylik. Oyiga 100 kilovat ishlatadigan xonadon uchun bu bir raqam. 600 kilovat ishlatadigan xonadon uchun esa butunlay boshqa raqam. Bu yerda yana bir psixologik xato bor. Odamlar 3 foiz oshsa, mening umumiy xarajatim ham 3 foiz oshadi deb o'ylaydi. Lekin oilaviy byudjetda kommunal to'lovlar umumiy xarajatning faqat bir qismi. Biroq bu oshish boshqa narxlarni ham tortib ketishi mumkin. Masalan, nonvoyxona elektr yoki gaz uchun ko'proq to'lasa, non narxini oshirishi mumkin. Sartaroshxona ijara va elektr xarajatini ko'tarib, xizmat narxini o'zgartiradi. Kichik do'kon muzlatgich va yoritish uchun ko'proq to'lasa, mahsulot ustamasini oshiradi. Shuning uchun men bugun faqat kvitansiyani emas, real hayotdagi umumiy ta'sirni ham tushuntiraman. Asosiy kesim 1, kim nimani bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim unchalik xavotirlanmasligi mumkin birinchi navbatda. Har bir tomoshabin o'z xonadonining iste'mol profilini bilishi kerak. Bu juda muhim. Chunki meniki qanchaga oshadi degan savolga javob berish uchun men sizdan 3 ta ma'lumot so'rayman. Bir oyda qancha elektr ishlatasiz, qancha gaz ishlatasiz, qancha suv ishlatasiz? Agar sizda hisoblagich bo'lsa, bu raqamlarni topish oson. Agar hisoblagich bo'lmasa yoki me'yor bo'yicha to'lasangiz, unda oila a'zolari soni, yashash maydoni va belgilangan normativlar ahamiyatli bo'ladi. Keling, birinchi misolni olaylik. Oddiy xonadon 3 kishilik oila. Kvartirada yashaydi. Elektr plita yo'q, gaz plita bor, konditsioner yozda o'rtacha ishlatiladi. Ular bir oyda 1 kilovat elektr, 7 kub gaz, 10 kub sovuq suv va 6 kub issiq suv yoki suv isitish xarajati ishlatadi deb faraz qilaylik. Eski tarif bo'yicha elektr uchun 1 kilovatga 9000 so'm to'lagan bo'lsa, tarif 3% ga oshgandan keyin shu iste'mol uchun 7000 so'm to'laydi. Farq 27000 so'm. Gaz uchun oldin 4000 to'lagan bo'lsa, 25% oshishda 20000 bo'ladi. Farq 10000. Suv oldin 35000 bo'lgan bo'lsa, 20% oshsa 12000 bo'ladi. Farq 7000. Chiqindi va boshqa xizmatlar oldin 25000 bo'lsa, 25% oshsa 28000-29000 bo'ladi. Umumiy farq taxminan 47000 so'm chiqadi. Bir qaraganda 47000 so'm juda dahshatli ko'rinmasligi mumkin. Lekin bu faqat bitta oy va faqat to'g'ridan to'g'ri kommunal to'lov.
Yilda bu 64 ming so'm degani. Agar qishda gaz ko'proq ishlatilsa yoki yozda konditsioner ko'proq yoqilsa, real farq bundan yuqori bo'ladi. Demak, oddiy oila ham unchalik sezilmaydi deb xotirjam bo'lib qolmasligi kerak. Chunki mayda farqlar yig'ilib, yil oxirida kattagina summaga aylanadi. Ikkinchi misol, katta xonadon yoki hovli. 5 kishilik oila hovlida yashaydi, qishda isitish gazga bog'liq. Yozda nasos, konditsioner, muzlatgichlar ishlaydi. Bunday uy oyiga 450 kilovat elektr, qishda esa 300-500 kub gaz ishlatishi mumkin. Agar elektr uchun oldin 225 ming so'm to'langan bo'lsa, 30% oshishda 292.500 so'm bo'ladi. Faqat elektrdagi farq 6.500 so'm. Gaz uchun qishda oldin 400 kubga 400 ming so'm to'langan bo'lsa, 25% oshishda 5 ming so'm bo'ladi. Farq 100 ming. Suv chiqindi, kanalizatsiya va boshqa xizmatlarni qo'shsak, umumiy oylik oshish qish oylarida yilda kamida 220 ming so'mga yetishi mumkin. Mana shu joyda real hayot boshlanadi. Chunki 5 kishilik oilaning oziq-ovqat xarajati ham bor, maktab, bog'cha, dori-darmon, yo'l kira, telefon, internet bor. Agar oila oldin oyiga 6 million so'm daromad bilan zo'rg'a balansda turgan bo'lsa, 200 ming so'mlik qo'shimcha yuk ham sezilarli bo'ladi. Bu pul bir haftalik bozorlik, bolaga oyoq kiyim. Bir oylik internet yoki dorixonadagi zarur dori bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, yolg'iz yashaydigan pensioner. U kishi ko'p elektr ishlatmasligi mumkin. Oyiga 7100 kilovat. Gaz ham kam bo'lishi mumkin, suv ham kam. Agar umumiy kommunal to'lov oldin 1.90 ming so'm bo'lgan bo'lsa, tariflar oshgandan keyin 220 ming so'mga chiqishi mumkin. Farq portreti 6 ming so'm. Kimdir bu katta pul emas deyishi mumkin. Lekin pensiya miqdorini hisobga olsak, bu juda sezilarli. Chunki pensionerning daromadi ko'pincha qat'iy, qo'shimcha ish topish imkoniyati cheklangan, dori-darmon xarajati esa muntazam. Shuning uchun kam iste'mol qiladigan. Lekin daromadi past odamlar alohida xavf guruhiga kiradi. 4-misol, ijarada yashaydigan talaba yoki yosh oila. Bu yerda alohida muammo bor. Ba'zi ijarachilar kommunal to'lovlarni o'zlari to'laydi. Ba'zilarda esa ijara ichiga qo'shilgan bo'ladi. Agar kommunal xarajatlar oshsa, uy egasi keyingi oy ijara narxini oshirishi mumkin. Masalan, ijara oldin 2 million so'm edi. Uy egasi kommunal ta'mirlash, umumiy xarajatlar qimmatlashdi deb 2 million 200 ming so'm so'rashi mumkin. Bu yerda to'lov faqat kvittansiyada emas, ijarada ham aks etadi. Talaba uchun 200 ming so'm juda katta farq. Bu bir oy transport xarajati yoki bir necha kunlik ovqat puli bo'lishi mumkin. 5-misol, kichik tadbirkor. Masalan, kichik oziq-ovqat do'koni. Do'konda muzlatgichlar, chiroqlar, kassa, konditsioner, ba'zan suv isitgich bor. Oldin elektr uchun oyiga 80 ming so'm to'lagan bo'lsa, 3% oshishdan keyin 1 million 20 ming so'm bo'ladi. Farq 2 ming so'm. Bu tadbirkor farqni o'z foydasidan qoplashi mumkinmi? Ba'zida ha, lekin ko'pincha yo'q. U mahsulot narxiga 2% qo'shadi. Xizmat haqi yoki ustamani oshiradi. Natijada xaridor sifatida biz yana to'laymiz. Demak, tarif oshishi tadbirkorning muammosi bo'lib qolmaydi, u bozorga tarqaladi. Kim ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, isitish, sovutish va suv isitishni elektr yoki gaz orqali ko'p qiladiganlar. Ikkinchidan, hovlida yashaydigan va katta maydonni isitadiganlar. Uchinchidan, daromadi qat'iy bo'lganlar. Pensionerlar, nafaqa oluvchilar, oyligi o'zgarmaydigan xodimlar. 4-dan, ijarachilar. 5-dan, kommunal xarajati mahsulot tannarxiga bevosita ta'sir qiladigan kichik bizneslar. Kim unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Daromadi yuqori va kommunal to'lovlari umumiy byudjetda kichik ulushni egallaydiganlar. Shuningdek, energiya tejamkor texnikadan foydalanadigan, hisoblagichlarni nazorat qiladigan, qishda issiqlik yo'qotilishini kamaytirgan, yozda konditsionerni me'yorida ishlatadigan oilalar. Lekin men umuman xavotir olmang demayman. Chunki narxlar zanjir bo'lib ta'sir qiladi. Siz kam elektr ishlatsangiz ham, do'kon, transport, xizmatlar orqali oshgan xarajat baribir sizga yetib kelishi mumkin. Asosiy qism 2, istisnolar, tuzoq joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik nuqtalar. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Odamlar odatda qayerda adashadi? Birinchi tuzoq, faqat tarifga qarab xulosa qilish. Masalan, tarif 20% oshdi deyildi. Odam, demak, mening to'lovim 20% oshadi deb o'ylaydi. Lekin agar shu oyda iste'mol ham oshgan bo'lsa, kvittansiyadagi farq girtimjir 2% ga chiqishi mumkin. Qishda gaz ko'p ishlatiladi, yozda elektr ko'p ishlatiladi. Shu sababli tarif oshgan oy bilan
avvalgi oyni solishtirish har doim ham to'g'ri emas. To'g'ri solishtirish uchun o'tgan yilning aynan shu oyini olish kerak. Masalan, 2023 yil dekabr bilan 2024 yil dekabrni solishtirish mantiqliroq. Noyabr bilan iyulni emas. Ikkinchi tuzoq hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bermaslik edi. Agar siz ko'rsatkichni vaqtida kiritmasangiz, tizim o'rtacha hisob kitob qilishi mumkin yoki keyingi oyda farq birdaniga katta bo'lib keladi. Odam keyin tarif juda oshib ketibdi deb o'ylaydi. Aslida esa ikki oyning iste'moli bir kvitansiyaga yig'ilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, har oyning ma'lum bir sanasida hisoblagich suratini oling. Ko'rsatkichni yozib qo'ying. Ilova yoki shaxsiy kabinet orqali tekshiring. Uchinchi tuzoq qarzdorlikni yangi tarif oshishi bilan aralashtirib yuborish. Masalan, sizda oldingi oydan 7 ming so'm qarz bor edi. Yangi oyda to'lov 20 ming chiqdi. Kvitansiyada 2 ming ko'rasiz va mana to'lov 2 barobar oshdi deysiz. Aslida bu yerda yangi iste'mol 20 ming, eski qarz 20 ming. Shuning uchun kvitansiyada alohida qatorlarni o'qishni o'rganish kerak. Oldingi qarz, joriy hisob, penya, qayta hisob kitob, imtiyoz, to'langan summa, 4-nozik nuqta, imtiyozlar va ijtimoiy normaning bor yo'qligi. Ayrim toifalar uchun imtiyozlar, kompensatsiyalar yoki alohida hisoblash tartibi bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik tushmasligi ham mumkin. Hujjat yangilanmagan, ma'lumot bazaga kirmagan, manzilli mos kelmagan. Shaxsiy hisob raqam noto'g'ri bog'langan bo'lsa, odam imtiyozdan foydalana olmay qoladi. Shuning uchun menga imtiyoz bor deb og'zaki ishonib yurish yetarli emas. Uni kvitansiyada ko'rish kerak. 5-nozik nuqta. Energiya tejamkor qurilma bilan eski qurilma orasidagi farq. Eski muzlatkich, eski konditsioner, eski elektr pech juda ko'p tok yeydi. Masalan, eski muzlatkich oyga 68 kilovat sarflashi mumkin, yangisi esa 25-35 kilovat. Farq oyga 70-40 kilovat. Tarif oshganda bu farq yanada qimmatlashadi. Demak, ba'zan yangi texnika sotib olish xarajat emas, kelajakdagi to'lovni kamaytiradigan investitsiya bo'ladi. Albatta, hamma darhol yangi texnika ola olmaydi. Lekin hech bo'lmasa eski texnikani sozlash, rezinalarni tekshirish, muzlatkichni davorga juda yopishtirmaslik, konditsioner filtrini tozalash mumkin. 6-tuzoq hammasini o'chirib qo'ysam, tejayman degan noto'g'ri yondashuv. Tejash degani hayot sifatini butunlay pasaytirish emas. Masalan, qishda isitishni haddan tashqari kamaytirish sog'liqqa zarar qiladi. Keyin dori-darmon xarajati kommunal tejamdan ko'proq bo'lishi mumkin. To'g'ri yondashuv. Issiqlik yo'qotilishini kamaytirish, deraza romlarini zixlash, eshik ostidagi sovuq kiradigan joylarni yopish, radiator oldini mebel bilan to'smaslik, konditsionerni 10 darajaga emas, 24-25 darajaga qo'yish, suvni oqizib qo'ymaslik. Mana shular real tejam beradi. 7-nozik nuqta umumiy uy xarajatlari. Ko'p qavatli uylarda lift, podest chirog'i, nasos, umumiy tozalash, boshqaruv kompaniyasi to'lovi kabi bandlar bor. Ba'zida odam faqat o'z hisoblagichini ko'radi, lekin umumiy xarajatlar oshganini sezmaydi. Agar boshqaruv kompaniyasi xizmat haqi oshsa, bu ham oylik to'lovda aks etadi. Shuning uchun uy qo'mitasi yoki boshqaruv tashkilotidan xarajatlar smetasini so'rash normal holat. Bu janjal emas, bu moliyaviy nazorat. Endi men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam. Oxirgi 6 yoki 12 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Qog'oz shaklida bo'lsa papkaga soling, elektron bo'lsa telefonda alohida papka oching. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, internet, ijara va boshqa majburiy to'lovlarni alohida yozing. Ikkinchi qadam jadval tuzing. Oddiy daftar ham bo'ladi. Ustunlar shunday bo'lsin: oy nomi elektr kilovat elektr summasi, gaz kubi gaz summasi, suv kubi suv summasi, boshqa to'lovlar jami. Shunda siz faqat summani emas, iste'mol hajmini ham ko'rasiz. Chunki summaning oshish tarifdanmi yoki iste'moldanmi aynan shu jadval ko'rsatadi. Uchinchi qadam, o'tgan yilning shu oyi bilan solishtiring. Agar dekabr oyini tahlil qilayotgan bo'lsangiz, noyabr bilan emas, o'tgan yil dekabr bilan solishtiring. Bu mavsumiy ta'sirini to'g'ri baholashga yordam beradi. Masalan, gaz ko'paygani tabiiy, iyulda elektr ko'paygani tabiiy. Lekin dekabr 2023 va dekabr 2024 orasidagi farq tarif odat uy holati haqida aniqroq signal beradi. 4-qadam, hisoblagichlarni tekshiring. Har oy bir xil kunda suratga oling. Masalan, har oyning 25 sanasi kechqurun. Suratni o'chirmang. Agar keyin bahs chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Ko'rsatkichni ilova, shaxsiy kabinet yoki tegishli xizmat ko'rsatish tashkiloti orqali yuboring. Agar hisoblagich shubhali ishlayotgan bo'lsa, tekshiruv so'rang.
Beshinchi qadam, qarzdorlikni alohida ajrating. Kvittansiyani olganda darhol jami summaga qarab vahima qilmang. Oldingi qarz qancha, joriy oy qancha penya bormi, qayta hisob kitob bormi, shularni tekshiring. Agar tushunarsiz qator bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Arizada shaxsiy hisob raqamingizni, manzilingizni, telefon raqamingizni, qaysi oy va qaysi summa bo'yicha tushuntirish so'rayotganingizni yozing. 6-qadam, imtiyoz bor yo'qligini tekshiring. Agar siz pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, kam ta'minlangan oila, boquvchisini yo'qotgan oila yoki boshqa ijtimoiy toifaga kirsangiz, tegishli idoradan yoki mahalla orqali imtiyozlar haqida ma'lumot oling. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, yashash manzili, shaxsiy hisob raqamlar, pensiya yoki nafaqa hujjati, imtiyoz huquqini tasdiqlovchi ma'lumotnoma bo'lishi mumkin. Hujjatlarni topshirgandan keyin kvittansiyada imtiyoz aks etganini tekshiring. 7-qadam, uyda energiya auditini qiling. Bu murakkab so'z bo'lib tuyuladi, lekin amalda oddiy. Qaysi qurilma ko'p ishlaydi? Konditsioner necha soat yonadi? Suv isitgich doim yoqilganmi? Muzlatgich eshigi zik yopiladimi? Chiroqlar ledmi yoki eski lampochkami? Derazadan sovuq kiradimi? Suv krani tomchilayaptimi? Mana shu savollarga javob bering. Har bir mayda nuqta oy oxirida pulga aylanadi. 8-qadam, oilaviy limit belgilang. Masalan, bu oy elektrni 2000 kilovatdan oshirmaymiz, suvni 12 kubdan oshirmaymiz deb kelishing. Bu taqiqlash emas, nazorat. Farzandlarga ham tushuntiring. Chiroqni bekorga yoqib qo'ymaslik, suvni oqizmaslik, konditsioner ishlaganda derazani ochmaslik. Bu tarbiya ham, iqtisod ham. 9-qadam, ijara shartnomasiga e'tibor bering. Agar ijarada yashasangiz, kommunal to'lov kimning zimmasida? Tarif oshsa ijara avtomatik oshadimi? Uy egasi qancha muddat oldin ogohlantirishi kerak? Bularni oldindan kelishib oling. Iloji bo'lsa yozma kelishuv qiling. Chunki og'zaki kelishuv keyin nizoga olib kelishi mumkin. 10-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, xarajatni mahsulot narxiga ko'r-ko'rona qo'shmang. Avval qaysi xarajat oshganini aniqlang. Elektrmi, ijarami, logistikami, xodim haqimi? Keyin mahsulotlar bo'yicha tannarxni qayta hisoblang. Ba'zi mahsulotlarda narxni oshirish kerak bo'lishi mumkin. Ba'zilarida esa energiya tejamkor yechim topish foydaliroq. Masalan, eski muzlatgichni almashtirish. Chiroqlarni ledga o'tkazish, ish vaqtini optimallashtirish, sovutish uskunalarini to'g'ri joylashtirish xarajatni kamaytiradi. Bugun men sizga to'lovlar oshishini faqat foizlarda emas, real hayotdagi pul ko'rinishida tushuntirdim. Asosiy xulosa shuki, hamma uchun oshish bir xil bo'lmaydi. Kimdir oyiga dartimda 2000 so'm farq sezadi, kimdir 200 ming, kimdir esa biznesda million so'mgacha qo'shimcha xarajat ko'radi. Farq iste'mol hajmi, uy turi, mavsum, hisoblagich, qarzdorlik, imtiyoz va odatlarga bog'liq. Men ekspert sifatida eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Kvittansiyaga faqat jami summa deb qaramang. Iste'molni, tarifni, qarzni, imtiyozni va oldingi oylar bilan solishtirishni o'rganing. Shunda siz vahimaga tushmaysiz. Aldanganingizni ham vaqtida bilasiz. Ortiqcha xarajatni ham kamaytira olasiz. Agar xohlasangiz, kommentariyada o'zingizning oxirgi oylik to'lovlaringizni yozing. Elektr qancha kilovat, gaz qancha kub, jami summa qancha bo'lgan. Men keyingi videolarda aynan tomoshabinlar misolida hisob kitob qilib berishim mumkin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu hammaning cho'ntagiga ta'sir qiladi. Oldindan hisoblagan odam esa har doim yutadi.